Akvaplastka balkon qonat o'rtaga zamok qo'yish jarayoni. Zamokni o'rtaga qo'yasiz. Eshigingiz razmeriga qarab zamoyingiz qilasiz bo'yini. Shuni o'rtaga qo'yib, mana bu tomondan razmer tashlaysiz. Bir xil qilib. Tepa qismini, pastki qismini. Eshigingiz uzun bo'lsa ham, kalta bo'lsa ham bir xil razmer tashlaysiz. Keyin bu yerga mana chizib olasiz. Bu chekkaga to'g'rilab, mana barmoq turgan joyga to'g'rilab, tomonni ham pastki qismini bir xil qilib. O'rtadan serdeshni tushadigan joyini chizib olasiz. Temir uchgan joyini chizib olasiz. Bu tashqi tomoni bu. Mana shu chizilgan holati. Tashqi tomonni ko'rsatgan, endi bu ichki tomoni. Ichki holatda mana ikki xil chizib olasiz mana. Mana ikki chizilgan. Mana ikki chizilgan unda. Shu ikkiga mana zamoyda teng qo'yasiz mana. Chizilgan. Zamoyda mana teng qo'yib chizasiz. Keyin chiziladi. Zamoy chiziladi. Mana chizib oldik. O'rtasi mana. O'rtaga mana teshildi mana. Faqat shu devoriga ehtiyot bo'lasizlar mana. 2 mm ga yaqin devor bor. Shu devorni ehtiyot bo'lib ochasizlar, kesasizlar. Agar rezinka o'tkazib olgan bo'lsangiz, rezinkaga ehtiyot bo'lasizlar. Agar devorni olmagan bo'lsangiz, mana zamoy tushmaydi. Ikki chekkasida devor bor. Bilmayman nimaga zamoyni ozgina kichikroq chiqarmaydi bu akfa. Mana ham bilaman akfa. Yo zamoyni ingichkaroq chiqarmaydi bu zavod, yo mana profilga osonroq tushadigan qilib chiqarmaydi. Shu savol meni qiynaydi. Mana shunaqa qilib bu yoq ochiladi bu. Eshikning tashqi holati bu. Bu ozgina kattaroq yoki kengroq bo'lsa bo'laveradi. Serdeshni bilan urishgan temirga ziyoni yo'q, foydasi bor. Katta tozalansa ham bu yerda urishga yoqadi. Lekin bu tomonda zamoyda bu qismida zazov paydo bo'lsa keyin o'rniga yeydi. Mana zamoyni ham bilamanlar. Profilni kesib tushirib oldim. Mana zamoyga xatolarni ko'rib qo'ydim. Frezerda ochganman. Mana ozgina mayda. Mana endi bu meni aybimi yoki bu zavod aybimi? Akfachilar shuncha qiynaydi. Shu zamoy ozgina ingichkaroq yoki bir boshqa variantini bilasizlar. Ichki holat. Bu tepa qismi. Tashqi holat. Agar zamon ruchkani qo'yganinglarda, ruchkani pastga ham surganda, ruchka qo'yib olmasa, mana qo'yib olmayapti ruchka. Tepaga chiqib ketishi kerak o'zi aslida. Ruchkaning ichidagi temirni ozgina bolgarkada kaltaroq qilib kesib. Mana shu temirni ozgina bu tomonidan yoki bu tomonidan kesib, kaltaroq qilib ozgina bir 1/2 sm. Mana ruchkamiz to'g'landi.